O'zbekistonimizda boring ana 37 million aholi bo'lsa 1 millioni uxlamaydi, 36 million aholi shuning uchun uxlaydi. Tushunasizlarmi shuni? 1 million yigitlarimiz uxlamaydi kechasida. Milisa, Milliy gvardiya, chegara, xavfsizlik va hokazo va hokazo. Hammalarni qo'shsa boring, endi sonini men aniq bilmayman. Millionta deb turaylik. Millionta yigitlarimiz, o'sha yigitlarning bittasi sizga o'xshagan, menga o'xshagan, o'sha yigitlarning bittasi sizga o'xshagan, menga o'xshagan bolasi, yo akasi yo ukasi. Shuni o'rniga o'zingiz qo'yib ko'ring. Shu so'g'ni men ushlasam qo'llari muzday, ashi bolalar. Kofe tashab berman, issiqda bizni qo'riqlayapsan deb kofe tashab o'tish o'rniga xo'mrayib o'tib, xunuk muomala qilish qanday-yu? Kofeni berib, yo issiqlik kunda suvni berib, akalar, ukalar, borlaringga shukr. Sizlar borsizlar, biz tinch yashayapmiz, ibodat qilyapmiz, tijorat qilyapmiz, to'y qilyapmiz, oyog'imizni uzatib uxlayapmiz. Noto'g'ri bo'lsa ayting. To'ppa-to'g'ri. Unutmaylik, ibodatga ham, tijoratga ham, janozaga ham, to'yga ham tinchlik kerak. Hozir o'nlab davlatlarda insonlar to'yini qo'ying, tug'ilgan kunini qo'ying, xursandchiligini qo'ying, o'ligini topib ko'ma olmayapti. O'ligini topib